أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله السلام عليكم o'zbek xalqi o'rta osiyo musulmonlari hozircha o'zbek tilida auditoriya qilamiz. Kecha men Yajuj Majuj haqida ozgina gap chiqargandim. Bir ikkitasi xafa bo'libdi. Aleksandr Makedonskiy emas, Zulqarnayn bu boshqa odam. O'rtasidan boshlabsan, chala boshlabsan, nima gap qilibdi. Avvalambor mana shu YouTube platformasi shuni yaxshi ko'radiki, harfini, bo'sh harflarni temangizni noto'g'ri qo'ysangiz, aldab tema yozsangiz yoki bo'lmasa chala-pala mana shunaqa besavod gapirsangiz, prosmotrlar ko'payadi. Men uchun birinchi navbatga prosmotr ko'p bo'lgani kerak. Undan ham avvalo birinchi navbatga Zulqarnayn va Aleksandr Makedonskiy emas, uni kimligi emas, undan keyingi bizga Alamda surasi, Payg'ambarlar surasi 96-oyatga Alloh taoloning azob va'dasi bor bizga. Qachonki to'g'onlardan Yajuj Majuj devor to'g'onlardan oshib o'tsa degan joyi bor. Bu to'g'on devor bilan bitirilgan Sad Iskandariy deb ataladi. Bu to'g'on yangi nima Zulqarnayn aytadilarki, Iskandar Zulqarnayn ham deydi kishini Zulqarnayn degan. Qur'on kiymaga Iskandar ismi deyilgan, endi ikki shoh egasi deyilgan, ya'ni ikki shoh egasini bitta ma'nosi ikki tarafda olib qo'ygan, u dunyoni olgan, ya'ni paytlarga dengizdan o'tmaganda Amerikacha bo'lmagan, Angliyadan deylik, Angliya yangi Atlantika chekkalari bo'lsa, bu dunyoni bu tarafi Xitoy bo'lgan, bu taraflari. Deylik Yaponiyaga o'tish bo'lmagan, demak bu tarafi Xitoy, bu tarafi Angliya, Yevropa bo'lgan, qarochi. O'sha ikki tarafda olib qo'ygan ikki shohdor egasi deb ma'no beradi. Asosiysi mana shu, uni shohi bormi, uni boshqasi bormi, kalasa kiyib olgani, o'sha ikki shohlikmi, u bo'lmagan gaplar birinchi navbatga. Ikkinchi navbatga Qur'on Karim musulmon degan paytga faqat Ibrohim alayhisalomning zurriyatidan bo'lganlarni, Ismoil alayhisalomni yoki Muhammad rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyingilarni musulmon deyilmaydi. Bitta hadisga aytilgan 124 mingta payg'ambar nabiy keldi deyilgan bo'lsa, ikkinchisi aytilgan 224 mingtami, 240 mingtami qancha keldi deyilgan. Nabiylar, payg'ambarlar, uni bilsangiz bo'ladi, o'shalardan hech bo'lmasa bittadan musulmon qolgan bo'lsa ham, o'sha vahiy oldingi dinlarga, oldingi mazhablari bo'lgan, dinlari bo'lgan deylik, o'shalarda ham sektalari bo'lgandir. Shularda ham buzilgani bordir, o'shani ushlab qolganlari bordir, lekin musulmonlar bo'lgan. O'sha payg'ambarga ergashganlar musulmon deyiladi. Hammasi oldingi Ibrohim alayhisalomdan oldingilar ham musulmon bo'ladi. Albatta odam bunga dalil musulmon bo'lganmi? Demak, undan bolalari ham musulmonlari va kofirlari bor. Masalan, odam ataning bolalari Qobil va Hobil haqida gapiradigan bo'lsak, Qobil Hobilni o'ldiradi, ya'ni Qobil deylik kofirlik qilib qo'yadi deylik. Kofirlik qilmasa ham musulmonlik qilmaydi, bo'lmasa ukasini o'ldirgani uchun, balki kofir bo'lmasa, lekin ukasini o'ldiradi. Ukasi qurbonlik bir qiz ustidan talashganda, masalan, qurbonlik qilishadi. Qurbonligi chorvador bo'ladi bu Qobilda, ukasi Hobil cho'pon bo'ladi. Yangi rivoyatlar keltirgancha cho'pon qurbonligini qabul bo'ladi. Allohga qilgan qurbonligida bu dehqonning qurbonligi qabul bo'lmaydi. Bizlar o'shani zurriyoti bizlar Qobildan bo'lgan tarqalganmiz. Ya'ni kofir demoqsan, kofirda bolalari bizlar, nima demoqsan, ana shundan tarqalganmiz. O'zi yana ko'p oliy irqata o'tdimi. Ikkinchidan Zulqarnayn demoqchi bo'lsang, tarixga yo'q. Tarix bilan gaplashadigan bo'lsang, ateistlar bilan tortishadigan bo'lsang, Alloh uni yashirgan, menga u kimligi zarur emas, lekin masalaga 5-6 ta fakt keltiraman. Aleksandr Makedonskiyni o'sha dalil isboti, o'sha loyiqligi, o'shanda inson bo'lganligi, o'zini diniga balki musulmon bo'lgandir, lekin uni bitta dalillardan birinchi isboti u ya'ni haromzoda mo'g'ulga o'xshab, hamma yoqda qirmagan mo'g'ulga o'xshab, kalladan nima yasamagan, xohlagan ayollarni qirib, majburlab ular haromxo'r yo'qsiz yurmagan u birinchi raqamga. Ikkinchi raqamga dunyoni men tarix kitobga o'qiyaman, Aleksandriya degan qanchadan qancha shaharlar qurdirgan. Yaxshi insondan bog' qoladi, yomondan dog' qoladi deganda u shaharlar qilgan qancha. O'zi o'ylab ko'ringlar, u paytlarga mana shu Yevropadan to bizni territoriyagacha kelguncha necha yil vaqt keladi. Bitta avtobus bilan kelganga bir 4 kun kelasan, Moskvadan bergacha bir haftaga kelasan avtobus bilan. Ular ot bilan kelgan qancha yillab torta-tot sharavalar bilan keladi. Bu yana tortishadi, talashadi. O'zi umrining oxirida 26 yosh bo'lsa, o'zi 18, 19, 20 yoshdan boshlagan taqdirda ham 5-6 yilga borib ishidan ketgan, tamom shu.
yangi vaqa harakat qilamiz, o'sha munosibligini aytyapman-da. Endi prosta men endi o'sha demoqchi emasman, vallohu alam, lekin uni juda ko'p tomonlari bor. Masalan, mana Surxondaryoga ham men paxta mana bu Bandixon tarafga oldin paxta terishga borganda, hozir bormi yo'qmi bilmayman. 85-84-yilda ko'rganman Aleksandr Makedonskiy ko'prigi deyilgan shu Qumqo'rg'onni territoriyasiga o'sha tarixiy obida deb nima qilgan. Senga qanaqa inson bu Aleksandr Makedonskiy 25-26 yoshgacha ko'priklar quradi, shaharlar quradi. Demak, yaxshi inson ekan. Ana haromzodalar o'shan kofir deysanlar, Aleksandr Makedonskiy kofir deysan. Senlar yana unaqa geylar qo'ygan kinolarga uchib ketavergan magan har narsa kinolarga nimani fantaziya qilmaydi bu haromzodalar kino ishlash uchun nimani ixtiyor qilmaydi shoirlaring ya'ni kino nimalaring nima uchun vahobiylar bu kinoni taqiqladi man qildi bo'lmasa shoirlarni she'rlarni vaysatganini u kishi kelib nima uchun Nosir Ruhshonadan qizga uylanadi mana Surxondaryo territoriyasida bo'lgan Baxtiyra deydi hozir Surxondaryo shahri Tuzbag'i avvalida esa mana shu yerlar Baxtiyra deyilgan shedan Raksana deydi Ruhshona degan qizga uylangan Ruhshona nikoh qilib olgan demak oila qilgan bitta qizga uylangan nima uchun demak musulmonligidan dalilki u bitta qanoat qilgan shukr qilgan yig'ib turib O'zbekistonni qizlarni majburlab fohisha qilib to'da qilib erkaklarni o'ldirmagan-ku kelgan demak isloh bilan yurgan inson kofir deyilmaydi ikkinchidan uchinchidan mana asosiy maqsadim bu kim bo'lishidan qat'iy nazar o'tib ketdi u yaxshimi yomonmi agar Zulqarnaynni Alloh rahmatiga olsin payg'ambar deysanmi boshqa deysanmi Aleksandr Makedonskiy ham Xudo gunoh qilgansa kechirsin albatta bir joyda bosib boradigan bo'lsang oldin ham o'ldirish bo'lgan hozir ham mana ko'rib turibsan Tramplaring yo boshqalaring faqat o'ldirish bilan olyapti oliy narsalardan gapirasan oliy dindan gapirasan mana bitta Misr tigr deb yozibdi sen tigrsan Misrsan aytib qo'y sen haromdasan mana bu yerga bloklab qo'ydim seni chunki sen tigr nomi qo'ygansan ismingni qo'ymaysan familiyangni qo'y gapirsa so'kinmasdan yoz musulmon kishi so'kinmasdan yozish gapirishlik kerak harom narsa musulmon kishi so'kinmasligi kerak so'kinib birinchidan gap qiladigan bo'lsak hozir sanlar musulmon birinchi etap musulmonlar ikkinchi etap Yevropa Amerikani boshqa dinlarni islomga keltirish kerak sanlar faqat musulmon desang nima yahudiylar ichidan nasroniy ichidan yo'qmi ular musulmon emasmi ular ichidan Alloh rozi bo'lganlari yo'qmi nima deb o'ylaysan qolgan faqat shu san niman kirib qoladimi islomga yurganing kirib qoladimi keyin 5-6-larni aytsak mana asosiy maqsadim bu uni kimligini aniqlash emas asosiy maqsadim mana shu Anbiyo surasiga 96-oyatga Alloh taolo azobni va'da qilgan Alloh taoloning va'dasi haq qavmni chiqaraman degan qavmni u ko'mir ishlatgan ko'mirga Qur'onga yozilmagan gapdan gapirasan degan Qur'on Karimga yozilmaganki mana ko'mir ishlataman deb ular aytgan temirni intayladigan ustidan misk bosgan nima bilan bosqonlaring bosinglar puflaydigan ikki tog' darasini ko'mir qo'yasan arasiga ko'mir qo'ygandan keyin yeri o'tib taylasang temir yerimasa kerak men sizlarga kengroq qilib tafsir qilib izoh qilib beraman mana shunaqa narsalarni kim bilgan nima bo'lganligi emas azobdan qayrish kerak azob nima uchun keladi mana shu qavm nima jazolaydi bizlarni jazolashni Alloh taolo va'da bergan eng mindan musulmonlarga va'da bergan nima uchun bir ho'j qoladi degan ketidan bir qurt bilan o'ladi degan bir ya'ni bo'yniga qurt uzoq yashamaydi deganing u prosta ulardan qo'rqmaylar degani ya'ni Alloh lekin shu azobni va'da bergani dunyoni islomga da'vat qilinglar degani to'xtab qolmanglar degani jihod bilan bo'lmaydi sanlar aytganlar qilich bilan bo'lmaydi sanlar uyquga yuribsanlar mahday chaponlarni kiyib olib sallalarni o'rab qilich bilan ashula qilib o'zing qanaqadir madhiya muzikalarni bosasan-da ketidan da'vatni bosasanlar qaysi videoga qaramay muzika ham mayli asosiy maqsad shundan himoyalanish kerak bu ko'rmasdanlar Xitoy bu 1,5 milliard aholisi bor o'zing aytyapsan bu narsani yeydi bu Xitoy o'ziga yarasha Xudoga shukr o'zini diniga yurishtirishga yaxshi o'zini mehnatkash xalq men ko'rdim Rossiyaga juda yaxshi insonlarni ko'rdim xitoyliklarni lekin vyetnamliklarni ko'rdim haqiqatan ham bo'yniga lezzetli sarg'in misr narsalar topib olgan mana uni bashalar aytdi shuna yaqinimizda turgan bir kuchukni shuna girdini o'rab otayotgan ninja qurollar bilan otib bir pasga kuchukni bo'lsa yeb qo'ydi mayli ularga yesin haloldir islomni qabul qilgan yo'q lekin islomni qabul qilgandan keyin unga harom bo'ladi u narsalar u inson o'lmaslik uchun mustar holatda yeng deyilgan mustar balki ular majburdir o'sha chorva hayvonlari Alloh islomga qabul qilishga islom mana ko'rib turding nima bo'ldi Uyg'urlarda ahvoli masjidlar nima bo'ldi sanlar aytibsan dajjol bu xudolikni da'vo qiladi unamno dajjol hech qanaqa bir ko'zli odam emas shuni yaxshi bilib ol nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ko'zli deganlar chunki Alloh taolo u kishidan yashirgan vaqt soat kelguncha Alloh taolo
sir saqlaydi, lubboy bir narsasini. Mahdiyni ham sir saqlaydi, Dajjolini ham, Yajmajini ham sir saqlaydi. Olimlaring o'zi aytibdi, Yajmajni sir saqlaydi deb. Alloh sir saqlaydimi? O'shgan payt shunday ochiladi, shunday sillay bo'lib keladi, keraksa bilmay qolasan. Tushundingmi shuni? Nima uchun? Sababi islom diniga sen da'vat qilmading xristianlarni. Senlar yevriylar da'vat qilmading. Senlarni tepangga turgan mullolaring, shayxlaring kalla urib ketidan yerga shaytonlaring yevriyni o'ldir degan. Chunki hadisga aytgan o'ldiramiz deydi, o'ldirasanlar. Kofirni o'ldir degan, o'ldirasanlar. Birikdan Musul haromzodalarni ko'rdim, turmagan namoz o'qiyapti mana shu yerdan. Endi millat o'zbek emas, tojik, afg'oni bo'lsa kerak endi. Alloh olam, lekin u haromzodalarni masjid nima turmancha namoz o'qiyapti, tashqarida turib aytibdi, babilarni o'ldir dedi, pulni tortib ol, puling bo'lmasa, endi ikkita yo'g'irib tortib ol dedi, o'ldirdigan yo'q. O'zi nima qiladi? Karta o'ynaydi. Yangi turmay o'tirgan nimalarni talaydi, yangi xotindan bachalarga telefon berib qo'yadi, bepul telefonda tashqariga yurganlar unga pul olib kelib beradi, kvartira kvartirasini sottiradi, o'ydan ana shunaqa yuribdi sanlardi musulmonlaring. Sanlar musulmonlaring boshqa irqlarni, xristianlarni boshqalarni atamayapti. Yevriylar ham xuddi shuni, nima uchun? Ular ham urush bo'lgan, janjallar bo'lgan, 7-8 martadan unaqa salbiy urushlari bo'lgan. Endi asosiy bundan keyingisi yadro, padro, dabdala bo'ladi. Qaysi musulmonning qoldi? O'sha aytganlarki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchta davlatning muddasi dinor zaiflashadi deydilar. Mudda dinor zaiflashadi degani o'sha davlatlik yo'qoladi, o'sha pullaring anaqa bo'lib uchraydi, korroziyaga uchrab dabdala bo'lasa, mana Vyetnamga Amerika fashi pullar taylagan degani. O'sha mana Eronga bir kun o'tmasdan mana dollarni qanchada o'zini puli ko'tarilib ketganini ko'rib turibsan, guvoh bo'lib turibsanlar. Real hayotga qarasanlar, Misrlar fantaziyalarga ergashmasanlar. Mana shu hayot mana shunaqa talash bilan bo'ladi. Qilich bilan olib chopib yo pushka bilan otolmaysan, avtomat bilan ham qila olmaysan u narsalarni. Shuning uchun nima qilish kerak? Mana shunaqa yo'llarni ishlatish kerak. Sancha panchani yo'lini ishlatish kerak. Ritsalardagi telba teskari anaqa Mr. Binni o'sha yo'lini qilish kerak uni. Dinni yo'yishdi, mana shunaqa yo'llarni ko'rish kerak. Tushundingmi? Alloh taolo sanlar ma'viddan jo'natmadi Yevropa, Amerikaga. Uchta zaiflashadi, uchta shaharda deyarlar, u kishi Iroqda aytgan bo'lsalar, deylik, Misrdami yo bo'lmasa o'sha nimani aytganlar, Suriyani aytganlar, uchta davlat o'zi ketdi, Suriya ham ketdi, Falastin ham ketdi. O'zi ko'rding, hamma yoqda dabdalasini chiqaryapti. Bitta hozir berar nima qoldi? Misr qoldi. Misr ham 5-6 oy oldin telefonlarni tortib olib, bachalar, sindlar qamagan, shuna gaplarni eshitdim. Chiqaruvdan alif TV'lardan nimalardan gaplar bo'ldi. Eronga nima bo'ldi? Mana Eron ham o'ziga yarasha islomman deb Allohni bismillahirrohmanirrohim gapni boshlardi, sallalarni kiyib o'ziga yarasha bizga yaqinmiz islomiy deb mana shu davlatingda qolganlaring u kimdir yaloqlaring yevreylar o'zini odamlari u Arabistonning ham boshqa ham sanlab pullar borib xirra qilib taylab ketadi joylaring ham. Tushundingmi? Asosiy maqsad Al-Anbiyo surasidan saqlanish, bizlar qiladigan ishimiz o'shanga tayyorgarlik ko'rish kerak. 313 kishi bayat oladi degan, ergashadi degan. Men Alloh taolo tomonidan saylanganman o'sha. Men Lubboy Putyom yo'lini usulni qilib chiqib ketaman. Tushundingmi? Menga ko'p men uchun jon kuydirib o'tdim. Qo'lingdan kelsang, quvvatlaganingni hech kim bilmasin ham kerak. Tushundingmi? Himoyalangin, o'zingni himoyalang. Men Alloh himoyalaydi. Men to dunyoni olmaganimcha inshaalloh Alloh meni saqlaydi. Shuni yaxshi bilib qo'ygan. Lubboy usul bilan olaman inshaalloh. Mahdi chiqqanga qora bayroqlar tindirmasdan o'ldiradi degan-ku, bir boshdan savaydi degan. Ana shunaqa yo'llari bor. Qilich bilan savalamayman. Alloh taolo lekin sanlar savalaydi. Shunaqa balolar kelaveradiki, bas kela olmaydi hech kim, hech qachon. Lekin inshaalloh O'zbekiston tinch bo'ladi. Chunki Alloh taolo saqlaydi o'zi. Lekin bundan saqlanish uchun menga kelishing kerak, yordamlashishing kerak. Nima qilish kerak? Chiqishimiz kerak. Kimga? Rossiyaga, Rossiyani islomga kelish kerak. Rossiya orqali Yevropa, Amerikani islomga keltirishimiz kerak. Ahrul Rumni da'vat qilishimiz kerak. Kofirni o'ldir, yevriyni o'ldir degan anaqa kunta kompaniyalaring, mullolaring, ummatlaring, qanaqa nimalaring bor, kanallaring hammasi ingliz tilidan shatillaysanlar, rus tilidan gap bermaysan, arab tilidan og'zing yopilmaydi. Kuning Makka, Madinani video qilish bilan so'kalar, qana sen insonsan, yevriylarga gapir, islomiy da'vat qil. Angliyani gapir, islomiy da'vat qilardi, Amerikani da'vat qil. Qaysi bir anaqa Eronni bir fashi mahdilari ham hozir qaysi bir Ahmadi Shamadiylar ham inglizcha har bittasini olib chiqib bitta video qiladi, Mahdiga men nima keltiraman deb. Senlar qanaqa musulsan, juda ushlab qolganmisan, Qur'on va hadisni ushlab, boshqa narsaga Qur'on hadisni ushlaysan, lekin ana shu Qur'on hadisni dunyoga yetkazish uchun anaqa yo'llarni ishlatish kerak. Yo'llarni ishlatish kerak, har xil yo'llar bilan olib borish kerak.
buni Alloh taolo men gapim bilan buzib tashlamaydi. Alloh taolo o'zi saqlab qo'ygan o'rtasan din mazhabini. Ming kitoblar o'qib ketganmiz ham mana tiklanib olaveradi inshaalloh. Mana shunaqa gap. Asosiy maqsadim dinni yoyishlik, tamom. Qanaqa yo'li bilamiz ham, farqi yo'q. Urush bilan emas. Da'vat birinchi, da'vat, tamom, tinchlik. Urush hech qaysini qo'lingga yo'q. Bekor O'zbekistonga ham Afg'onistondan battar bo'ladi. O'shanga qo'lingdan kelmaydi hech narsa. Mana shu telefon bilan qo'lingdan kesadi. Telefon bilan like bosish qo'lingdan keladi. Telefon bilan tarqatish qo'lingdan keladi. Qancha telefon tarqatsang, qancha prosmotr qilsang, kommentariy yozsang, farqi yo'q, suku yozsang, boshqa unadan kelmasang bo'ldi. Insof bilan yoz, mana insof bilan gapiraman. Ana unaqa tigr misrlaring borku, kacholaring, unasini palonni ham qila olmaydi, atvichayu. U haromzadalaring bo'lsaydi, mana Uyg'urga ham bordi, tigr, kunta, senga o'xshagan Uyg'urga milliardi bordi. Suriyaga ham senga o'xshagan millioni bordir. Unani palonni ham qila olmaysan, haromzada, tigr. Ya ibad tvой рот понес, сука, блядь. Astagfirullah. Assalomu alaykum va rahmatullohi.